Bugun ajoyib bitta mavzuni gapirishni xohladim. Shoyatki bu to'g'risida o'ylab, fikrlab, tahlil qilib, ehtimolki ayollarimiz o'zingizdagi xohishi, istakka tiriltirishingizda bir qanaqadir foydasi tegsin. Bu oruli mavzu. Qachon ayol istashdan to'xtaydi, xohishdan to'xtaydi, hayotdan chiroyli narsa kutishdan to'xtaydi, zerikarli, primitiv, kulrang hayotini davom ettirishda boshlaydi. Qachon unaqa jiddiy bo'lib ketadi, qachon bunaqangi mamashalikka o'tib ketadi. Sizchi, siz shunga o'tib ketganmisiz? Agar xo'jayiningiz bayramga sababsiz yoki besabab kattakon buket bilan gul bilan kirib kelsa-da, siz voy adasi nima qilardingiz, shunga pul ketkazib, uni o'rniga deyotgan bo'lsangiz, u holda sizdagi ayol o'libdi. Bundan eringiz hech xafa bo'lmasin. Chunki juda katta sabab uni o'zida bo'lishi mumkin. Faqatgina u o'ylasin, burchak-burchakda xafa bo'lib, mani xotinim harakatlarimni to'g'ri baholamadi, qadrlamadi deb o'tirish o'rniga aytsin. Qachon men bu ayolni o'ldirib qo'ydim? Nima qildimki, qaysi qiyinchiliklarni yelkasiga soldimki, bu ayol o'ldi, bu gul o'ldi, o'rniga qanaqadir bir nima deydi, hamma narsaga chidaydigan, sovuqqa, issiqqa, cho'lni havosiga chidaydigan bir chaqirtkanay paydo bo'lib qoldi deb o'ylasa to'g'ri bo'ladi. Ana xafa bo'lish luksi yo'q unaqa erkan. Aytib qo'ying. Agar farzandingiz nimanidir oldi-da sizga, olib kelib berdi, voy bolam nima qilarding a? O'zingni qiynab deyotgan bo'lsangiz, savol bering. Qachon bunchalik onalikka berilib ketdingiz, fidokorlikka berilib ketdingiz, o'zingizni, joningizni, sog'lig'ingizni, vaqtingizni fido qilaverib, o'zingiz qachon yo'q bo'lib ketdingiz? Qachon u ayol yo'q bo'ldi? Qachon u supurib tashaldi? O'ylab ko'ring-a. Balki ana shunaqa qarorlar qabul qilganingizda, zo'r, mani kelinim, mani qizim, mani xotinim degan narsalarni olganingiz uchundir. Balki kamroq nima deydi, xohishlaringizni zaruriyatlar bilan almashtirib qo'yganingiz uchundir. Keyin mana shuni o'rniga mana bunaqa ko'ylak kiygandan ko'ra, undan ko'ra kreditimni yopiy. Keyin undan ko'ra pelisos olay, dazmol olay deganingizdadir. Qachon xohlovchi, istovchi, butun dunyoni istaklari bilan yurg'iza oladigan, motivatsiya bera oladigan ayolni o'rniga bitta cho'ri keldi. Qachon bu rolni ikkalasini almashdingiz va qachon cho'ri bo'lib yashash osonroq bo'ldi malika bo'lib yashashdan. Qachon cho'rini ko'proq yaxshi ko'rishdi malikadan ko'ra. Qachon cho'ri bo'lish qulayroq bo'ldi malika bo'lishdan ko'ra. Qachon cho'ri bo'lish foydaliroq bo'ldi malika bo'lishdan ko'ra. Qachon cho'ri bo'lish savobliroq bo'ldi malika bo'lishdan ko'ra. Va siz mana shularni tanladingiz. Bu savollarni o'zingizga bering. Qachon? Ehtimol sizni xohishlaringiz uchun jazolashganda ayol sevilishi xohlaydi, tanlanishi xohlaydi, erkak tanlaydi. Sevilish uchun esa shartlar bor. Bu shartlarni qachon o'rganamiz? Bizani ne borimizcha yaxshi ko'rishmaydi. Keling, mana shu yerdan kelamiz nega? Chunki biz o'zimizdan o'zimiz orzularimizdan voz kechmaymiz. Qimmat bo'lgan, bizani hayotda yurg'izayotgan bu kuchdan, qonimizdan voz kechmaymiz. Uni shunaqangi bitta narsaga almashtiramiz. U bizga zarar berishi, xalal berishi, og'ir bo'lishi va u sababli bizni sevmasliklaridan qo'rqqanimizda biz ulardan voz kechib ketaveramiz.
bittasi bu chidamsiz bo'lganda u orzuni sizda yashash, yo u orzu sizda yashaydi va siz uni orqasidan ketasiz va hamma topgan narsalaringizni yo'qotasiz. Tinchingizni va hokazolarni degan qo'rquv kelganda. Ya'ni orzu konfliktga kelganda yoki sizni orzungiz uchun 10 mingta baho berish bo'lganda. O'yle shu narsani xohlamay. Yosh qizmisan, yosh bolamisan mana shunaqa deyishga. O'ylamaysanmi, osonmi? Ekonomik krizis bor. Osonmi? Pul topish. Puli supurib keladimi sana ering? Oson ekanmi bu narsalar? Uvoli yo'qmi? Qarang. Uvoli yo'qmi? Isrof emasmi? Voy bu dunyoni hayollari, orzular bilan, nafsing bilan sen qayoqqa borasan? Uyalmaysanmi shu narsalarni orzu qilgan? Voy uyalmaysanmi buni talab qilgan? Vijdoning bormi? Mana shunaqa qarashlar bilan urib tashalganda orzu yashaydimi? Aytasiz sekingina qismingizni balki topkur. Sandan endi biz ayriladigan kunimiz keldi. Sen bor bo'lsang, men bu hayotda yashay olmayman. Natijada mana shu orzu qismingizni eng oson deb kurashib, voydod deb 10 ta qarshi baho berishlardan bilan kurashib, orzungiz uchun nima qilgandan ko'ra eng zararsiz yo'lini topasiz. Yo'q, o'rtoqlar, men endi voz kechdim. Mana faqat voz kechasiz. Boshqa orzu qiluvchilarni ham voz kechtirasiz. Xuddi sizni qanaqa qilib shu qismingizni uzib tashlagan bo'lsa, siz ham boshqalarni shunaqa qilishni boshlaysiz. Bolangizni, qizingizni, keliningizni va hokazo. Uyalmaysanmi? Oson ekan. To'g'ri, uni orzularini hurmat qilish o'rniga, chunki siz hurmat qilmaysiz o'zingiz orzungiz. Aytasiz, aqli joying boshingdami o'zi? Mana qilgan narsangni qara. To'g'ri, moddiyat. Ammo buni boshqacha tushuntirish mumkin edi. Sen mana bunaqa qilsang, ertaga mana bunaqaroq bora olasan, buni qila olasan, bu narsani ola olasan degan tushuntirish mumkin moddiy ma'noda. Ammo siz shoshib ketasiz boshqalarning orzularini uzishda. Hayotda muammolarini va orzuga yeta olmasligini, xohishlariga to'siqlarni etishga. Bu degani allaqachon siz u qismingizni uzib tashabsiz. U o'zini yo'lidan ketibdi yoki bir chekkada o'libdi yoki bir chekkada mudrab yotibdi. Keyin aytasiz, menga hayot qizig'i yo'q, men xohlamayman, xotinlarga o'xshab. Birov tilla xohlaydi, birov latta xohlaydi, birov so'mka xohlaydi, men xohlamayman deb o'ylab qolasiz. Yana nima sabab bo'lishi mumkin? Bilasizmi? Qachonki sizni orzungiz azobga aylansa, siz xohladingiz, siz kutdingiz, ammo bo'lmadi. Bo'vermadi. Bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 10 ta xohishlaringiz, orzularingiz, kutishlaringiz hayotda sinovlarida yoki shunaqa bir insonlarni balki yana moddiy imkonlarni yo'ligidan bo'rgani уже sizda frustratsiya bo'ldi. Hafsalangiz bir bo'ldi. Voy totta deysiz, men boshqa orzu qilmayman, xohlamayman. Eng osoni kutib, azoblanib, ezilib, yig'lab, men baxtsizman degandan ko'ra orzu qilmaslikda bo'ldi, orzuni uzdingiz. Mayli, men kutmayman. Men bundan kutmayman. Men erimdan hech balo kutmayman. Mana bu gaplarni aytayotgan ayol hayotdan hech narsani kutmaydi. O'zini loyiq deb shubhasiz bilmaydi. Unga berilmasligini yaxshi biladi. Ultimatum qo'ya olmaydi, yerdan talab qila olmaydi. Davay bo'l deya olmaydi. Peshonasiga milt o'tiramayapsiz-ku? Yo'q. Ularni ayta olmaydi. Yoki ular ayovsiz bostiriladi. Balki kaltaydi. Yoki ustidan kulishadi. Xullas, uni orzusi azobga sabab bo'ladi. Eng yaxshisi nima qilish kerak? Bo'ldi, men undan kutmayman hech narsa. Biladi. Bor edi, anglaydi.
shunchaki kutmaydi. Qo'lini yuvib qo'ltig'iga urgan. Bu ayol juda opasni, juda xavfli. Nega? Chunki u alamzada. Chunki u mana shu o'lgan qismi uchun hali qasdini olmagan, balki u hayotda boshqa jabhalarda alamini oladi. Endi uni agressiyasi passivlashgan, boshqa ishlar bilan alam oladi. Boshqa narsalar bilan. Va natijada u orzusini o'chirgani bilan, xohishini o'chirgani bilan hayot zo'r bo'lib qolmaydi. Yo'q. O'zi ham bilmaydi, men voz kechdim, yaxshi xotinman, nima qilyapman deydi, lekin boshqa narsalar bilan baribir eridan o'chini olib zaharlayotganini o'zi anglamaydi. Nima qilayotganini o'zi tushunmaydi. Balki harakati, balki nimalari bilandir, o'zi anglamasa ham o'sha erini jazolaydi. Va er teskarisiga battar jazolashni boshlaydi. Natijada ikki baxtsiz bir-birini yemirib tugatish uchun qasam ichishadi. Yana qanaqa sabab bo'lishi mumkin inson orzularini, xayollarini o'chirishiga? Juda ko'p ayollar fido qiladi o'zini. Fidokorlik. Jamiyat kutadi, tarbiya va u qo'rqadi. Nimadan? Sevganlarini yo'qotishdan, bolasini kasal bo'lishidan, erini yo'qotib qo'yishdan, og'ir tushirishdan. Ayt erini pulini, uni nimasini kutmaydi. Mayli, onaga aylanadi. Uni asrovchi, qadrlovchi, kaprizli qiz aytadi, o'chiri. Men bilan yomon ahvolga solib qo'yaman, qiynaladi-yu, qo'lidan kelmaydi-yu. Meni orzularim juda ham xavfli-ku. Natijada u fidokorlik uni hayotini roli bo'lib qoladi. Shunchalik fidokorlik qiladiki, u nafaqat orzu, xayol, bu gul, tilla, moshina emas, o'rtoqlar, oddiy xohishlar. Uyqusi kelganda uxlash, katta mehmonni kutgisi kelmaganda pashol deya olmaslik. Men kutmayman. Turib qol, nima qilsang qil, ko'chada kut mehmoningni deya olmaydi. Ko'p narsani o'ylab chiqadi. Yo'q, qo'y, undan ko'rasiz. Shuncha pul ketar ekan, o'zim qila qolay. O'zidan voz kecha qoladi. Bunda bu hal bo'lmadi muammo, o'rtoqlar. Muammo ayolni zarariga hal bo'ldi. Natijada ayol dam olishni istaganda dam ololmaydi, uxlashgisi kelganda uxlolmaydi. Nega? Bolacha yig'lashi mumkin, to'g'rimi? Va hokazo. Ertaga mehmon uchun tayyorgarlik ko'rish kerak. Faqat o'rganadi nimaga? O'zini fido qilishga, o'zidan voz kechishga, birinchi o'zidan voz kechishga. Va mana shu orqali yashab qoladi. Shuning uchun uy tinch, shuning uchun muammo yo'q, shuning uchun halovat bor va u voz kechadi. Gohida fojiaviy bo'lmasligi mumkin vaziyat. Shunchaki u voz kechishga o'rganadi. Balki shu rolni tanlaydi. Vaqt ekonom bo'lsin deb pardoz qilmaydi. O'ziga qaramaydi. O'zini birinchiga qo'ya olmaydi. Mana qanaqa qilib bu qismlar o'lib boradi. Buni qarasangiz oddiy narsalar. Undan keyin boshqalarni ko'rganda voy muncha egoist degan xulosani beradi. Chunki o'ziga ruxsat bermagan qismlarini ularda ko'radi. Kamdan kam tan beradi. Молодец, zo'r qilibdi deb. Ammo ko'pincha o'zini o'zi oldin boshqalar uni xohishlarini o'ldirgan bo'lsa, uni eshitmagan bo'lsa ovozini, endi u boshqalarni o'zini rolida mana shunaqa tanqid qilishi kuchi yetsa esa ularning orzularini supurishni boshlaydi. Shunaqa bitta bir nima bo'ldi? Patsientimda shu qismini gapiraman. Xo'jayini gulab kelgan. Ayol biladiki, u istagan sovg'a, uni xohlagan sovg'alari, uni sevgan gullari
uni sevgan shirinliklari kelsa, demakki bugun undan yaqinlik kutiladi. Va natijada yaqinlik ham mana senga berdim-u, endi bugun sen yotasan. Natijada yaqinlik ham bir qarzga aylanib boradi. Qarz shunaqa bir nima deydi, удовольствие beradimi? Albatta yo'q. Qanaqa zo'r narsa bo'lsa ham qarzmi? Masalan, aytsangiz, man seni bugun kinoga olib boraman deyish boshqa. Man senga mana buni qildim-u, endi kinoga borishga majbursan desa, siz o'sha sevgan kinoyingiz bo'lsa ham majbur so'zi sizga o'sha yoqimsiz tuyulishni boshlaydi, borish istamasliklar kuchayib ketaveradi. Qanaqa berilishga bog'liq, xuddi shunaqa u intimni ham xohlamay ketadi. Nega? Chunki u majbur. Bolalarni ovqatini berish kerak, kiyimini berish kerak, ertalab turg'izish kerak, erga ham qarash kerak, ko'yniga mehr berish kerak, yoki yurib ketadi, yoki bir balo. Natijada ayolga nima kerak? Uni so'rashga vaqti ham yo'q, kuchi ham yo'q. Har doimgidek va qo'ysinchi unga. Bo'lar bir kun. Ertaga suradi yoki mo'ma islomiydi. Ahmoq onalar islomni o'qiganim kamman-a deydi. O'rtoqlar, agar sizda shu orzu qilish qismi bitgan bo'lsa, yo'q bo'lsa, bo'ldi, bu tugadi, nuqta degan emas. Siz ayolsiz. Va bu qism bor sizda. Uni reanimatsiya qilsa bo'ladi. Qanaqa qilib uyg'otamiz uni desangiz? Sal uyg'onib, sal hislarga ahamiyat berib, sizga nimadir deyishganda, hay, uni qivar, buni qivar, uni olib ber, buni olib ber, желаниясini aytganda odamlar, mana buni qilib qo'y, kiyimimni dazmollab qo'y, yana nimalardir deyishganda, men nima xohlayman deb hislarni eshitish bilan, yo men buni xohlamayman deb urishish, isyon qilish bilan emas, albatta. Men nimani xohlayman? Bugun bu ovqatni qilib qo'y. Men nimani xohlayman aslida? Men nima istardim? Mehmonlarni men bugunga chaqiraman. Men nima istardim? Qaynonangiz aytganda men bunaqa qilaman. Men nima istardim? Yo'q, men nega istarkanman? Kattalar turganda bo'layotgan bo'lsa, siz o'libsiz. Agarda shu savollarni sekin berish bilan, o'ylab topib придумывать qilish bilan emas, eshitish bilan, ko'ngilli kam sizni endi ko'nglingiz ovozi shivirlab uzoq-uzoqlardan keladi, uni eshitish qiyin. Sekin eshitishni boshlasangiz o'rganasiz. Va sekin xohishlaringiz tiriladi. Bizning bitta zo'r treningimiz bor edi. Super. Men uni anchadan beri o'tmayapman, so'ragan rosa ko'p. Shu sizlarga bayram arafasida Xudo xolisa yaqinlashayotgan va faqat ayollar uchun shu treningimizni chiqaramiz. Va yana qachon bo'ladi, uni bilmayman. Ammo siz uchun orzularni tiriltiradigan, ana shu qismingizni tiriltiradigan va bu bilan butun dunyoni, ya'ni orzungizni xavfli emasligini, unga erishish oson ekanligini, nima deydi, trenirovka qiladigan, mana shu mышцalaringlarni trenirovka qiladigan treningimni Xudo xolisa возобновить qilaman. Sizlar uchun yangilayman va bu bayramga to'g'ri keladi. Faqat ayollar uchun yaxshi skidочный narxda beraman. Tayyorlanib turinglar ayollar. Birgalikda reanimirovat qilamiz orzularni. Istaganlar uchun nima deydi, yaxshi bitta imkon bo'ladi. Chunki kuzatib borsanglar, ko'rasizlar. Aziz ayollar, unutmang, siz ayol bo'lganingiz uchun qadrlisiz. Dunyoga kuchli, hamma narsaga chidam bo'ladigan, hammani eshitadigan, hammaga dastak bo'ladigan emas, beziydigan, dunyoni boshqaradigan, orzularini yetadigan, men buni xohlayman deydigan ayol kerak. Har bitta oilaga, har bitta joyga. O'zini orzusidan, xohishidan qo'rqmaydigan, o'zini ojizligidan uyalmaydigan,
o'zini borligi bilan haqiqatda ham sovg'a bo'la oladigan ayol. Bu balandparvoz gap emas. Aslida bu haqiqat. Va bu bilan ayol ham baxtli bo'ladi. Erkak ham. O'zidan voz kechgan xotin bilan erkak hech qachon baxtli bo'lmaydi. Uni oldida aybdorlik hissini his qilish mumkin, lekin baxtli bo'lmaydi. Mana nega orzulantirilish kerak. Mana nega ozgina kaprizni ham bo'lib olish kerak. Mana nega ozgina egoistdan bo'lishda foyda bor. Tentakda egoist bo'lish to'g'risida faqat man deyish to'g'risida gap ketmayapti. No. Ozgina kapriz, ozgina erkalik har doim yaxshi. Har doim chiroyli. Mos nima deydi, ramkalarga solingan robotdan ko'ra tirik ayol kerak bo'lsa, baqiradigan, yig'laydigan, chiqiradigan, tinchib buzadigan, erkatoylik qiladigan, ya'ni tirik ayol kerak dunyoga, o'rtoqlar. Men sizlarga hayotda to'lib, tirik bo'lib, haqiqatda maza qilib, baxtli bo'lib yashashni tilayman. Nega? Chunki siz baxtli bo'lsangizgina eringiz baxtli. Siz baxtli bo'lsangizgina bolangiz baxtli. Siz baxtli bo'lsangizgina, siz xursand bo'lsangizgina jamiyat xursand, u xotirjam. Siz jamiyatdan, atrofingizdagi insonlardan bu baxtni olmang. Demak, siz xohlashga, orzu qilishga, istashga va buyurishga to'laqonli haqlisiz. Hayotingizni malikasi bo'ling. Cho'rilikka hech bo'lmasa bugun nuqta qo'ying. Salomat bo'ling. Bayramingiz muborak bo'lsin, aziz ayollar.